hojat to'xta. 3-4 joyda kovladik bo'lmayapti-yu. Bilmadim bu mayib nima gunoh qilgan ekan. Hech qabrini kovlab bo'lmayapti. Bo'ldi, kovlamadimi hali qabr? 3 ta qabr kovlashga harakat qildim. Bo'lmadi lekin. Nariga qabristonda tayyor kovlagan joyi bor edi. Men ashni borib bilolmasam. Bo'lmasam tezroq bo'l, mayta chaqa qilib boramiz. Bo'ldi. Akalar nima bo'ldi? Qabr tayyormi? Janoza vaqti bo'lib qoldi. 3-4 joyda kovladik bo'lmadi. Nari qabristonda tayyor joy bor ekan. O'shandan sherigimiz bilgan ekan. Mana o'zi telefon qilyapti. Nima holat? Ana qabristondagi joy bo'lmayapti. Kovlab qo'ygan joydan suv chiqib, suvni oqsagan tugamayapti. Bitta iloji yo'q ekan. O'zi do'stingiz qanaqa inson edi? Do'stimi qaysi ishlarini aytib beri. Haramni o'zini tiya olmasliginimi yoki zinoda yurganliginimi? Menga alam qiladigani jigarlari bilan yer talashganligi. Bo'ldi, birodar, biz tushundik. Jigarlar bilan yer talashibdi-yu. O'ziga kelganda 2 metr qabr nasib qilmayapti ham, qabul ham qilmayapti yer.